ko'karayotganligini, gullayotganligini ko'rish mumkin. Bir xushxabar aytib ketay. Juma kuni Abdulloh domla, Abdug'ani domla, ko'p xalqimiz ichida Abdulloh domla nomi bilan mashhur ahli ilm masjidlariga bordik. U kishini ziyorat qildik. Hammanglarga alohida salomlari, duolari bor. Haqqimizda ham duo qildilar, haqlarida duo so'radilar. Oldin 2021-yilda kelib ketganmiz. Bilasizlar, shu kelib ketganimizdan keyin o'sha ba'zi Parus e'tiqodida bo'lgan odamlar bor. Abdulloh domlani hurmat qilib yurardik. Abror Muxtor Ali bilan ko'rishdi, endi u ham aynibdi deyish boshlaganlar. Abror domla borib Abdulloh domlani aqidasini o'zgartirib keldi degan darajada odamlar chiqdi oramizda. Domla aytadi, kecha o'tirib, to'g'ri deydi, siz kelgandan keyin aqidam o'zgardi deydi. Faqat deydi, kofega aqidam o'zgardi deydi. Qahvaga o'zgardi aqida. Ilgari oddiy o'sha Nescafe'ni ichib yurardim deydilar. Men zerno ichyapman. Uyda deydilar, ha, turkish qilib olganman deydilar, americano, cappuccino. Mashallah. Domla juda shinavanda odamda. O'tirsangiz zerikmaysiz. Sizni ko'nglingizga, sizni saviyangizga moslab, ya'ni ajoyib suhbat qilib o'tiradi. Mana shu sunnat. Ahli ilmlarda ana shunaqangi payg'ambar alayhissalomdan meros sunnatlar bo'rtib turadi. Masalan, Hazrat rahimahullohni uzoqdan ko'rgan odam haybatli deb bilardi. Yaqinlashgan sari o'ta samimiyliklarini, meni yaxshi ko'rsalar kerak, eng yaxshi ko'rgan shogirdlarim men bo'lsam kerak deydigan darajaga borib qoladi. Vaholanki unaqa emas. Bu ham sunnat. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kim suhbatlashgan bo'lsa eng yaxshi ko'rganlari menman deb o'ylardi. Yana bitta sunnatlar